Oshirma xamirdan shunaqa ham mazali bo'lgan yoshligimizni eslatadigan saxirni pirogni hozir birgalashib tayyorlaymiz. Ishoninglar, shunaqa ham zo'r bo'lar ekan, prям og'izda eriydi. Iliq sutni idishimizga solib, ustidan 2 osh qoshiq shakar, chimdim tuz, drojani ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Drojamiz biroz tingach, ustidan 2 ta tuxumni chaqib yana aralashtirib, eritilgan sariyog' yoki margarinni quyamiz va ustidan unni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, xamir qorishib boshlaymiz. Xamirimizni oshirishga olib qo'yamiz. Yarim soat, 1 soatcha tindirib oshiramiz. Xamirimiz oshguncha ustiga shakar bilan sariyog'ni shunaqa urvoq qilib aralashtirib olib bitta massa hosil qilamiz. Bu orada xamirimiz ham oshib chiqdi. Sekingina qo'limizga olib, qolip idishimizni yaxshilab yog'lab, ustidan xamirimizni sovolamiz. Mana shunaqangi sovolib, tekislab oldim qo'limda. Shunaqangi cho'pcha yordamida teshik qilib atroflarini teshib chiqamiz o'rtalari bilan va boyiga massamizni, ya'ni shakar sariyog' massamizni qo'yib olamiz. Kamroq qilsanglar ham bo'ladi. 180 gradusda 30 daqiqada birpasda shunaqa ham mazali bo'lgan pirogimiz tayyor. Sahrangiz qilib like bosishni unutmang.